O'simliklar gametogenezi. Xo'sh, demak gametogenez nima degani? Gametogenez bu jinsiy hujayralarning hosil bo'lish jarayoni. Gametogenez deb ataladi. O'simliklarda erkaklik a'zosi, ya'ni spermi changdonda hosil bo'ladi. Demak, changdonda hosil bo'ladi. Gametogenez jarayonida mana shu changdonda dast avval birlamchi hujayra, birlamchi jinsiy hujayra, mikrosporatsit hosil bo'ladi. Nima uchun mikrosporatsit deyiladi? Chunki spermi, ya'ni erkaklik jinsiy hujayrasi, urg'ochilik jinsiy hujayrasi tuxum hujayradan kichik bo'lganligi uchun mikrosporatsit deb ataladi. Va bu birlamchi jinsiy hujayra 2N 4S irsiy holatga ega bo'ladi. Shu mikrosporatsit dast avval meyoz bo'linadi. Biz bilamizki, meyoz ikkita bosqichdan iborat bo'ladi. Meyoz 1, ya'ni reduksion bo'linish va meyoz 2 ekvatsion bo'linish. Meyoz 1 da ikkita hujayra hosil bo'ladi. Biz bilamizki, meyoz kamayish, ya'ni 2 hissa irsiy holat kamayadi. 2 hissa kamaysa, N2S li ikkita hujayra hosil bo'ladi. Keyin mana shu ikkita hujayra yana meyoz 2 bo'linganda 4 ta gaploid to'plamli hujayra hosil bo'ladi. Va bularning irsiy holati NS irsiy holatda bo'ladi. Va bu hujayralar mikrospora deb ataladi. Demak, bu meyoz 2 natijasida hosil bo'lgan hujayralar. 4 ta gaploid to'plamli hujayra hosil bo'ladi va buning oti mikrospora deb ataladi. Keyin mana shu 4 ta gaploid to'plamli hujayraning har biri mitoz bo'linib, bitta yirik va bitta mayda hujayrani hosil qiladi. Demak, mitoz bo'linadi. Biz bilamizki, mitoz natijasida hosil bo'lgan hujayralar aynan ona hujayraning nusxachisi bo'lishi kerak. Demak, hosil bo'lgan hujayralar NS to'plamga ega bo'ladi. Yirigi vegetativ hujayra, maydasi esa generativ hujayra deb ataladi. Yirik vegetativ hujayra o'z navbatida chang nayini hosil qiladi. Bo'linmaydi, faqat chang nayini hosil qiladi. Kichik generativ hujayrani o'zi ham bir marta mitoz usulida bo'linib, ikkita spermiyni hosil qiladi. Demak, hosil bo'lgan spermiylarimiz mitoz natijasida hosil bo'lganligi uchun ularning irsiy holati ham NS to'plamda bo'ladi. Demak, xulosa qilamiz. Bitta mikrosporatitdan umumiy hisobda 8 ta spermiy hosil bo'ladi. Chunki bitta mikrosporatitdan 4 ta mikrospora hosil bo'ladi meyoz natijasida. Har bitta mikrosporadan esa ikkitadan spermiy hosil bo'lsa, yakunda 8 ta spermiy hosil bo'ladi. Xo'p, ko'pchilikda TM savollarda tushayotgan test savollardan biri bu mitoz natijasida hosil bo'lgan hujayra, meyoz natijasida hosil bo'lgan hujayralarni aniqlang degan savollar tushmoqda. Xo'sh, mikrospora meyoz bo'linish natijasida hosil bo'ldi, lekin o'zi mitoz bo'lindi. Vegetativ va generativ hujayra mitoz natijasida hosil bo'ldi. Generativ hujayra mitoz bo'linish natijasida hosil bo'ldi, o'zi ham mitoz bo'lindi. Spermiy ham mitoz bo'linish natijasida hosil bo'ldi.